Mana bu qizni qilgan ishiga bir qarang-da. Yashirin kamerani olib tovuqning oyog'iga joylashtirdi va uni dengizga uloqtirdi. Tap etib uni akula yutib yuboruvdi. Endi nima bo'lar ekan deb telefonda kuzatib turgandi, bizda Aristonni ichidan lip etib chiqib ketib qolsa-deng. Mana navbatdagi Aristonga kelganmiz, 1,5 yil 2 yil bo'lgan tozalatilmaganiga, natijada mana shunday nakib bosib ketgan, suvni isitmayapti deyishdi hamda elektr energiyani juda ko'p yeyishni boshlagan. Kimda uyda shunaqa aristonlari bo'lsa, bizda xizmatlarimiz Toshkent bo'ylab mana shu raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Aristonlarni tozalab berish hamda aristonlarni remont qilib berish, qolaversa duh konturlarida xizmati ham bor. Duh kontur katyonlarda muammolar bo'layotgan bo'lsa ham bemalol shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Eurokilometr nomer 1 Eurokilometr mahsulotlaridan foydalanamiz. Borib sizlarga tez orada chiroyli xizmat ko'rsatib ketamiz. Duh kontur katyonlar, aristonlar remont qilish, o'rnatib berish, remont hamma xizmat bizda bor. Shu raqamlarga murojaat qilaverasizlar, bitta like bosib ketasizlar.